Afg'on temir yo'l logistika tizimidagi mavjud muammolar va yechimlari bo'yicha alohida to'xtalindi. Yangi qaror loyihasi muhokamasi bo'lib o'tildi. Afg'oniston bilan bizning chegaramizda 4 tagina yo'lak mavjud edi. Buni 12 taga ko'tarildi. Bizda o'tkazish hajmi 350 tadan 400 tagacha yuk mashinalari edi. Bu 1000 dan 1200 taga ko'tarildi. Hamda bana vagon tashuvida 250 tadan qariyb bir kunda 500 taga ko'tarildi. Daryo portimiz bor. Daryo portida o'tgan yil 250 ming tonnadan oshiq yuklar tashilgan bo'lsa, bu yilgi 6 oyda 220 ming tonna, qariyb 2 barobar. Bugun logistik xizmat ko'rsatishga talab kundan-kun oshyapti. Xorijiy investorlar hamda mahalliy tadbirkorlardan. Bugun aynan shu qaror bilan qator imtiyozlar berilyapti, yer ajratilyapti. Aynan chegara hududdan markaz tashkil etish uchun 50 gektar yer maydoni afg'on tadbirkorlari va o'zimizda logistik kompaniyalar qo'ygan talablar bo'yicha ham iltimosnoma kiritdik. Ular to'liq qanoatlantirib berildi. Ya'ni bugun yashil yo'lak so'rayapti afg'on fuqarolari. Ya'ni nima? Bizdagi mavjud xalqaro avialiniyalardan foydalanish huquqi. Bunga rozilik bildirdi va komissiya tuziladigan bo'ldi. Ikkinchisi reeksport. Bugun xabarlaringiz bor, Afg'oniston juda ham ko'plab mahsulotlar, organik mahsulotlar yetishtiriladi. Uni sotuvda ularda yuzaga keladigan muammolar bo'yicha ham taklif kiritdik. Uni ham to'liq qo'llab-quvvatlandi, komissiya tuziladigan bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz yuzaga keladigan muammolarni yechib berdilar. Tadbirkorlar uchun juda katta qulaylik yaratib berildi. O'ylayman, bu qaror yanada qiziqishni orttiradi.